Sharqiy Turkiston masalasida ko'ngil bo'lib kelayotgan va ülkücüler orasida tonilgan ismlardan Ozan Arif vafot bo'ldi. Uning o'limi ülkücüler dunyosini motamga cho'mdirdi. Shuning bilan birga Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmini ko'p tilga olgan ulug' mutafakkur, yozuvchi Mustafa Netaji O'zfatura 89 yoshida vafot bo'ldi. Turkiyada maqola yozish rekordini yaratgan Mustafa Netaji O'zfatura oqilona obrazlar bilan Turkiya tashqi siyosatining yo'lini yo'ritib kelgan edi. Xitoyning Turkiyadagi yangi bosh elchisidan yig'ilish lagerlari haqida yangi inkos keldi. Yig'ilish lagerlarining qiyin qistoq lageri emasligini aytgan Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Dingli, Xitoy taraf tanlagan yo'l kasbiy tarbiyalash markazidir. Agar Turkiya qatorliq davlatlarda texim yaxshi usullar bor bo'lsa, biz sizlarning tajribanglardan foydalanishga hozir dedi. Yana bir tarafdan Milliyetçi Hareket Partisi guruhi raisi Erkan Akçay Türkiye Parlamenti umumiy yig'inida so'z qilganda Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hani Aksoyning bayonotini qo'llaydiganligini bildirdi. U Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining 2019-yil 9 fevraldagi bayonotini qo'llaymiz. Sharqiy Turkiston davosining kun tartibdan yiroq qilishini xohlamaymiz dedi. Hongkongliklar Sharqiy Turkistonni qo'llab namoyish qildi. Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turmiz. Irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan Hongkongliklar Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmini aybladi. Yana bir tarafdan Kapadokiya Universiteti Türk Dünyası Medeniyet Uyushmasi tarafidan Uyg'urlarning vaziyatiga diqqat tortish maqsadida nutq so'zlash faoliyati o'tkazildi. Amerika Avam Palatasi Amerikaning Yamanda